Assalomu alaykum Kvartiya jamoasi kanali obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif buyurgani orqali ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani o'sha bizning ikkinchi uyimizga aylanib bo'lgan Neft shaharchasiga tashrif buyurdik. Sababi bugun Gulsaraxon onajonimiz tavallud yo'nar ekan. Shu munosabat bilan bizga hamma farzandlari nomidan musofirdagi farzandlar Marjon akamiz, qolaversa kelinlari Nafisa opalarimiz nomidan hozir onajonimiz kirib, ajoyiblarga chiroyli qo'shiqlar bilan ko'ngillarni ko'tarib, xursand qilishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyga tashrif buyurgansiz bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki prямой telefon bilan xudo xolisa 24 soat aloqa qilamiz. Demak, uyga tashrif buyurgansiz, navbatdagi sonni biz boshlaymiz. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri alamdir, suyanganimda xumorim, ko'zimning nuri alamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri alamdir, suyanganimda xumorim, ko'zimning nuri alamdir. Menga oltinlar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Kalbimda tilaging dildor, onajonim rahmating bor, yuzlaring onam bor, ko'zimning nuri onam bor. Yongiram kelmagan, bilmagan, hech kimlardan kam bo'lmagan, ko'zimning nuri onam bor. Rahmat, bitta qarshi chopmaydi, onajonimiz. Assalomu alaykum onajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tanajoningiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, jamiki farzandlaringiz, yaqinlaringiz, nevaralaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Bizga hamma farzandlaringiz murojaat qilgan, hammasini nomidan shu musofirdagi o'g'lingiz Marjon akamiz, kelingiz Nafisa opalarimiz va masjiddagi hamma farzandlaringiz nomidan tashrif buyurdik. Hamma farzandlaringiz nomidan tug'ilgan kuningizga mana shu gullarimizni bitta qarsilarni topshirib qo'yamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim mana shu kunlarga yetkazganiga avvalo Xudoga shukr, Parvardigor. Shunda boshiga egam bilan birgalikda sog' salomat yurishlikka nasib qilsin. Bolalarimni bizni baxtimizga boshiga ham sog' salomat yursin. Bolalarimni umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Sulh topsa oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin bolalarim. Hamma bolalarim ham sog' salomat yursin. Yolg'iz qizim ham mashallah sog' salomat yursin. Safardagi Maribjon o'g'lim kelinim Nafisaxonlarim sog' salomat yurib, ishgalardan shaqari, yaxshi yurishlikka Xudoyim nasib qilsin, kuch-quvvat bersin, yo'llarini bexatar beshikaz qilsin, sog' salomat yursin. Yigit birim bilagidan, Dovud birim jilovidan, Xisr buvam hamisha yonida, yo'lida bo'lishlikni Allohdan so'rayman, sog' salomat yursin. Allohu akbar. Rahmat, aytganingiz kelsin. Siz ham sog' bo'lish insonlar vaqtingizni deb qolamiz. Sog' bo'lsin sizlarni ham. Albatta, mana shu amal. Mana yaxshi yuringlar, rahmat. Hop, Marjon akamizning nomidan o'g'illaridan bitta o'zida bitta qarzilar bilan. Xudo o'zi farzandlar orzu-havasini ko'ryapsiz ekan, bardavom bo'lsin deb qolamiz. Endi tog'ajon, so'z navbatini sizga bersak, tabriklagan bo'lsangiz kerak, ikki og'iz tabrik qolaversa, musofirlik farzandlar haqiga duo. Allohning mashkurlarga yetkazganiga shukr. Hamma o'g'illar sog' bo'lsin. Allohu akbar. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta, xursandchilik ko'zlashlari to'g'rishinamiz. Davom etamiz. Endi esa kelgan mehmonlardan ham ikki og'iz tab. Qani hoji onamiz bor ekan, yoshi katta. Kirardi-ya. Olyapsizmi? Allohim umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin. İşlerinizge rivoj bersin, topganingizga baraka ato bersin. Besh kasb, besh chiqim yo'llarda yuringlar. Boshinglar toshdan bo'lsin. O'g'oninglar oltin bo'lsin. Hoji haromlarga, Makka, Madinalarga borib o'ynab kulib yuringlar. Maribjonga duo qiling, Maribjonga. Maribjonga duo qiling. Nevaringizga? Maribjon jo'natibdi bularni, duo Maribjonim qiling. ham tanjallari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin, topganiga Alloh baraka ato bersin. O'g'il qizlarni ko'rsin Parvardigor.
hamisha ham ro'za to'ylardan bosh chiqmay yursin. Hammamiz siz yoshga yetib yuraylik hojon ilohim. Davom etamiz. Yoshingizga yetib yuraylik. Qolganlardan ham ikki og'iz tabriklar, biz tilaklar bo'lsa qani onajonlarimizdan. Bolalarning orzu havasini ko'rsin. Marjonni ham tanjoni sog' bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Bolalarning orzu havasini Ravshan tog'am bilan hojilarga borish nasib etsin. Birlashib o'ylar xudo xolisa. Davom etamiz. Qani hojonlar? Alloh o'g'illarni bersin Parvardigor, yana shu avlarga to'ki umrini bilan rizqi bilan bo'lib to'ylarga kelinglar. Allohu akbar. Qani hojonlar davom etamiz. So'rab Ravshan aka bilan qo'sha qaring. Bolalaringizni orzu havasini ko'ring. Nima niyat qilsangiz niyatingizga yeting. Allohim sizlarni ham mana yaqindagina hojiga borib keldim. Mana bugun bu yoqqa keldim. Bularni ham Allohim ashaqlarga chaqirsin. Faridjonga ham, Nafisaxonga ham rahmat. Qolgan bolalariga ham rahmat. Sog' salomat yursin, qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Hamma yana yil yana shu kunlarga shunaqa mavlud o'ylarida turibmiz. Mana shunaqa kunlarga hammamizni yetkizsin. Sizlarga ham rahmat, katta rahmat. Sog' bo'ling. O'g'lilarim bo'ldilar. Bizga kiringlar, baxtimizga sog' Rahmat. Buni katta o'g'limlarim. Ertaman tabriklagan. Sog' bo'ling, baxtimizga. Ilohim aytganlaringiz sog' bo'ling. Qani endi kelinalamizga navbat. Qani opalarimiz. Rahmat. Sizdan ham eshitdingiz ikki og'iz. Men ham onajonimga uzoq umr tilayman. Hamisha baxtimizga sog' omon yursin. Bizni orzu havaslarimizni ko'rib doimo sog' bo'lib yuraversin. Allohu akbar. Qarsiga rahmat aytganlaringiz. Xo'p, endi nevaralarga o'tamiz. She'r bordan she'r, tabrik bordan tabrik. Мамочка моя милая, самая красивая, нежная, любимая мамочка моя. Давным-давно в камере направо, пешки налево, там чудеса, там наши Ilohim, Allohim Parvardigorim, shu opam ham, Ravshan akam ham tanjonni sog' qilgin, umrlarga umr, rizqlarga rizq bergin, bolalariga bosh qosh bo'lib yursin. Allohim hojilarga chaqirsin, hojilarga birgalashib borsin. Bolalarini ham tanjonni sog' qilsin, umriga umr, rizqiga rizq berib, qo'shganlardan qo'sha qarib, bolalariga bosh qosh bo'lib yursin. Topganlariga barakot bersin, Xizr nazarlarini solib, Xizr barakotini bersin. Bir-biri bilan intifo bo'lib yashashlikka Alloh o'zi nasib ro'za aylasin. Nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, Allohim o'zi yaxshi niyatlarga yetkazsin, tanijonlarini sog' qilsin. Shu yigitlarni ham, kelganlarni ham tanjonni sog' qilsin, umriga umr, rizqiga rizq barakot bersin, topganlarga barakot bersin, qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Sirojni ham tanjonni sog' qilsin, umriga umr, rizqiga rizq barakot bersin, qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Malikjonni ham hammasini Rustam berdi ham Allohim topganiga barakot bersin. Ilohim, Robbil alamin, Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar birahmatika arhamar rohimin. Rahmat kelasiz. Zam sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qo'yamiz. Assalomu alaykum, akalar yaxshimisiz? Salomat yaxshimi? Charchamang, sizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat xudoga. Kevoldik, endi onajonimizga ikki og'iz tabriklar o'zi eshityapsizlarmi bemalol. Tabriklayapmiz. Assalomu alaykum onajonim. Va alaykum assalom. Hamisha baxtimga sog' bo'ling, sog' salomat yuring. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Hamisha. Rahmat o'g'lim, Siz rahmat. sog' bo'lsangiz men xursand bo'lib yuraman. Onajonim, siz Rahmat sog' o'g'lim, bo'lsangiz tanjoning sog' bo'lsin seni ham. baxtimga sog' bo'ling hamisha. Rahmat akajon, siz ham salomat bo'ling. Qani opajon, sizdan ham ikki og'iz bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin o'g'lim. O'zingni ehtiyot qilib yur. Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Nafisaxonam bor. Ha, qani opajon, sizdan ham ikki og'iz bo'lsin onajonimizga. Rahmat. Ilohim aytganlar yesin. Baxtimizga sog' salomat yuringlar, tinch bo'linglar. Alloh panohida bo'linglar, ilohim. Allohu akbar. Rahmat aytganlarga yesin. Sog' bo'lar deb qolamiz, davom etamiz. Onajon yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim shunaqa har kun shunaqa xursandchiliklarga boy bo'lsin deb qolamiz va albatta endi
musofirdagi mana shu yerdagi hamma farzandlaringiz nomidan ajoyib tabrik qo'shig'imiz bor. Mana shu qo'shiqni hamma farzandlaringiz nomidan tug'ilganingizni tabrik sifatida qabul qilasiz. Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim, umidlarim kesilgan dunyoda, yolg'iz sizning borligingiz unutdim, umidlari kesilgan dunyoda, yolg'iz sizning borligingiz unutdim. Amanetim anacan, ganimetim amanetim anacan, ganimetim amanetim. Aşka tattım, valekim ıslatmadım, ah gönlüm bir para ıslatmadım. Şemallerge savurdum sözlerle, lekin sizde bir şirin söz tapmadım. Şemallerge savurdum sözlerle, lekin sizde bir şirin söz tapmadım. Ganimetim, amanetim anacan, ganimetim amanetim anacan, ganimetim amanetim anacan. Goho felak menga bag'rindosh keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimda, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Hoki qo'yingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, farzand ko'rib yoningizda o'tiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il ko'rib yoningizda o'tiray. Ganimetim, amanetim anacan, ganimetim amanetim anacan, ganimetim amanetim anacan, ganimetim amanetim anacan. Ilohim baxtimizga onajonlarimiz, otajonlarimiz hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz farzandlarga duo qilishdan hech qachon charchamanglar deb qolamiz. Menimcha tabriklar qo'shiladi. Eshitdik, endi esa har doimdek eslatuvchi rasmlar tushamiz. Navbat fotosessiyaga. davom etamiz. Hojona yana bir bor tabriklaymiz. Juda ham sog' bo'ling deb qo'yamiz va albatta mana shunday kunlarga xursandchilik yarashadi. Endi
hamma onajonlarimizni, bolajonlarni hammani davraga taklif etamiz. Marhamat, davralarda o'ynasin ona. Bahtı davlat başımdaki taç Alengeye yeğrerdi taç Bahtı davlat başımdaki taç Alengeye yeğrerdi taç Karıştırmış kayıp kırk kulaç Davralarında oynasın adam Karıştırmış kayıp kırk kulaç Davralarında oynasın adam Sakarda bağımda gülleri çemen Güzelsin savursam öpçemen Derdimle özüden başka kim bilen Savundım ben seni bir görgüm giren Sakarda bağımda gülleri çemen Güzelsin savursam öpçemen Derdimle özüden başka kim bilen Savundım ben seni bir görgüm giren Süttay akşam koynuna Vaslin ümidine azar Sana intirip derman Sahar geçemin bidan Süttay akşam koynuna Vaslin ümidine azar Sana intirip derman Sahar geçemin bidan İstesen şu felekten aynı alıp veremem Yıldızlardan boynunca mercan takıp koyamam İstesen şu felekten aynı alıp veremem Yıldızlardan boynunca mercan takıp koyamam Sudan köterdim göze, göze de altını göze Sudan köterdim göze, göze de altını göze Göze yuvuza kolumda, yalala baba yalla Göze yuvuza kolumda, yalala baba yalla Satıcılardan yazma, topuculardan yazma Satıcılardan yazma, topuculardan yazma Yazmanı yazana, çayı parçayı zandırı andırı şimdi yüzümü Göze yuvuza kolumda, yalala baba yalla Asmanda kuşlar uçganda, savunup kelgan çolanda Karlı so'zlagan aytganda, yo'llarga qarang yo'llarga Go'zallikda oyning qizi, sho'xliklarda soyning qizi Bo'lar ekan kuydirmagan saroy degan joyning qizi Yig'lama muqaddas, yig'lama yoningda o'zim bo'laman Yig'lama muqaddas, yig'lama yonimda qoldek yig'lama Hadi 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 sende gülümün yanarım 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 Ey yakma beni yakma beni Vallahi yanarım 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 Gülge kadar biter gibi yarısı Bilmem neden bilmem ki yarısı Aşık oldum senden yana Gülümün yanarım 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 Ey yakma beni yakma beni Vallahi yanarım 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 Ulan sağ bo'ylar, salomat bo'ylar, o'ynagan ayoq qo'lingcha dard ko'rmasin deb qolamiz. Hojona yana bir bora tabriklaymiz. Ibrohim sog' bo'ling, xudo xolasa bir yuzlarga kirib yubileylar qiling. Qo'shiq paytda ham qatorimizdan kam bo'lmay hammamiz kelib mana shu yerda shunaqa qilib nishonlash hammamizga nasib qilsin deb qolamiz. Endi Hoshda og'a bizga bitta choy duo qilib berasiz, biz qaytamiz. Duo qilyapti. Hamisha ishlaringlarni oldan qilsin. Sog' salomat yuringlar. Bola chaqanglarni orzu havasini ko'rib, tinchlikka yetkazib Alloh. Qadrdonlar ko'rdan shunaqa bir yuqori kayfiyatda afsuski navbatdagi tarjimon ham o'z payoniga. To'ylaymizki biz ijodga insonlar va biz tomosha qilib turgan insonlar sizlarga yoq degan umiddamiz. Agar qanaqadir kamko'zlar bo'ladigan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Shu video haqida bemalol fikringizni kommentariya qoldirib o'rasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like eng kattasini banglatib bosib qo'yish esdan chiqmasin. Uyga tashlab olish uchun har doimda ekran tutib turganlarga Telegram, Imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilib xudo xolisa 24 soat aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartet jamoasi sizlar uchun xizmatda. Rahmat.